Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli aka-ukalar. Bugun bizlarga bir dehqondan Gentra kelgan sotuvga. Kraskasi 100% toza. Olib borib любой joyga ko'rsatib, savdo qilib olaverasizlar. 2021-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi toza, propan gaz o'rnatilgan mashinaga. Bitta eshigini oching-da. Pultlar o'rnatilgan. Mashina 70 ming probegda. Mana salonlarning ishlari. Hurmatli obunachilar, bu mashinamizni o'zi akamiz 2023-yil 14 mingga sotib olgan ekan, aytayaptiki 11,5 ming bo'lsa agar deyapti, bo'lib to'lashga beraman. Sentyabr, oktyabr oyigacha 5 mingga bor odam telefon qilsa, bo'lib shu to'lashga beraman. Olaversin, shu sentyabr, oktyabrgacha deydi. 11,5 bo'lsa sotaman, o'zi ko'p zarar qilyapman degan gapni qilyapti. O'zi bilan savdolashib olasizlar. Mashinamiz shu Charxinning mashinasi. Egasini nomerini qo'yamiz, o'zi bilan savdolashib bo'lib to'lashga olaverasizlar. Sentyabr, oktyabrgacha beraman deyaptilar. Propan gaz o'rnatilgan. Mashina tayyor. Любой stoga ko'rsatib, naqd boshidan shu 5 mingini berib, qolgandan shunday variant qilib olaverasizlar.